Bolalarga namoz o'qishni o'rgatuvchi dunyoda ilk bora gapiradigan joy namoz ishlab chiqildi. 5 vaqt namozning farz va sunnatlarini alohida o'rgatadi. Bu joy namozni buklashingiz va hatto g'ijimlashingiz ham mumkin. Yana qaytadan joy namozni yoyib, namoz o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Allohu akbar. Subhanakallahumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha ghayruk. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Aziz ota-onalar, farzandlaringiz uchun eng yaxshi hadya bu gapiradigan joy namozdir. Joy namozni farz